Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Quyonchilik serialining 12-qismiga xush kelibsizlar. Bu qismida bizlar dog'li rang tiplarini ko'rib chiqamiz. Bugundagi qismimizda asosiysi kumush rang serebristist quyonlarini kelib chiqishini ko'rib chiqamiz. Quyonning tukida rangidan tashqari yungning naqshi ham zotlarini ajratishga muhim ahamiyatga ega. Bu naqshlar odatda tanadagi ayrim qismlarining pigmentlangan, boshqalarining esa oq bo'lishi natijasida paydo bo'ladi. Bunday jonivorlar dog'li, ya'ni petnistый deb ataladi. Terining rangdagi turli uchastkalari, ya'ni pigmentlangan va pigmentsiz uchastkalarining aralashishi ko'pincha qisman albinizm deb ham ataladi. Ilyin 1928-yilda fenotipda qanday ko'rinishda bo'lishiga qarab, qisman albinizmni 5 ta asosiy guruhga bo'lishni taklif qilgan. Birinchisi bu kumushlanish, ya'ni serebristist. Pigmentlangan junlar orasida oq junlar ham bor. Masalan, kumushli quyonlar shampany. Ikkinchisi leytsizm. Hamma junlar oq, lekin teri yoki ko'zlar yoki ikkalasi ham pigmentlangan. Masalan, oq venskiy quyonlar. Uchinchisi bu akromelanizm. Faqat uch joylar pigmentlangan, boshqa tarafi tanasi oq. Masalan, gornostoy qashqir quyonlar. To'rtinchisi metamerga o'xshash dog'lik. Dog'lar belgilangan joylarga joylashgan bo'lib, depigmentatsiyaning boshlanish nuqtalari yoki pigmentatsiya markazlari asosida tarqalgan. Masalan, gollandskiy quyonlar. Beshinchisi bu boshqa metametr bo'lmagan dog'lilik turlari. Masalan, inglizcha dog'li quyon. Bu yerda avvalo kumushlanish, ya'ni serebristist qayd etilishi kerak. Qancha bu holda biz dog'lilikni tan holatida emas, balki alohida ko'rinishda bo'lsak ham. Kumushlanish pigmentlangan junlar orasida ma'lum miqdorda oq junlarning bo'lishi bilan izohlanadi. Quyonlarda kumuslanishning ikki turi ajratiladi: dominant va retsessiv. Dominant kumushlanishining yuzaga keltirilgan omillar bu P gen bilan belgilanadi. Marxlevskiy 1924-yilda dominant kumuslanishini o'rganib, 3 juft P omil mavjudligini taxmin qilgan. Jonivorda qancha ko'p P omillar bo'lsa, kumushlanish shuncha chuqurroq bo'ladi. Uning xulosasiga ko'ra, kumushlanishining butunlay ustun dominant bo'lishi haqida gapirib bo'lmaydi. Bu boshqa olimlarning xulosasiga ko'ra ham mos keladi. Aslida polimer omillar ishtirok etganda heterozigotlarga oraliq ko'rinishlarning kuzatilishi kutilgan holat. Kumushlanish xonakilashtirilgan hayvonlarda tez-tez uchraydigan belgidir va quyonlarda u allaqachon qadimdan kuzatiladi. 18-asrdayoq ingliz naslchiliklari yovvoyi quyonlar orasida kumush belgilarga ega jonivorlarni ajratib olishgani ma'lum. Va vaqt o'tishi bilan turli kumushlantiruvchi omillarning qo'shilishi orqali kumushlanishining turli darajalari ham ranglar bilan birgalikdagi kombinatsiyalari yaratilgan. Hozirda ham turli hajmdagi va turli ranglardagi kumushli quyonlar ommabop zotli seriyaga kiradi. Boshlang'ich tur sifatida zonarli kumushli quyonlar tan olinadi. Ular hozirgi kunda qahva ko'mir kumushlilar deb ataladi. Qadimda qora kumushli quyonlar genotipli keng tarqalgan bo'lib,
ularni o'shanda kumush seri yoki shinshilla deb ham atashgan. Kumush darajasiga qarab Germaniyada ularni bir paytlar so'nggi serebristi deb atashgan. Shu genotipga ega zotlardan biri nemis yirik kumushlik quyonlar. U odatiy qora kumushlilardan faqat og'irligi bilan farq qiladi. Meissen baran, fransuz barani va qora kumushli zotlarining kombinatsiyasi hisoblanadi. 1910-yil Meysenda yaratilgan. Shampan quyonlari esa kumushlantiruvchi omillar katta miqdorda jamlangan holda yetishtirilgan quyonlar bo'lib, ularning kumushlanishi juda kuchli. Qahva rang va qora kumushlilardan tashqari ko'k kumushli va sariq kumushli quyonlar ham yetishtirilgan. Ulardan so'nggilari ayniqsa Germaniyada keng tarqalgan. Qora ognenniy, ya'ni qora yalqinli va ko'k ognenniy, ya'ni ko'k yalqinli quyonlarni kumushli zotlar bilan chatishtirish orqali ognenniy kumushli, ya'ni yalqinli kumushli turlar ham olingan. O'rtoqlar, mana ko'rib turganingizdek, yovvoyi quyonning, ya'ni agutini kombinatsiyasi shu allellardan iborat, shu genlardan iborat. Mana birinchi bo'lib zanarnik kumush quyon chiqqan. Mana shu kombinatsiyaga mana bu yerda уже P geni qo'shilyapti. Bu P va anaqani kumushlikni, quyonga kumushlik rangni beryapti. Katta A zanarlikni beryapti. P kumushlik shaklini beryapti yungiga. Demak, bu zanarlik kumush quyoni bo'lib chiqyapti. Agar katta A kichik A ga mutatsiya bo'lib qolganda, уже P bilan qo'shilib, bu qora kumush rangli quyonga ega bo'lyapti. Ya'ni bizda poltavskiy serebro deyilyapti. Poltavskiy serebro mana shu genni kombinatsiyasidan iborat. Agar bu yerda kichik Y bo'lib qolsa, bu quyon уже sariq kumush rangga ega bo'lyapti bu quyon. Agarda kichik B bo'lib qolsa, katta B kichik B ga mutatsiya bo'lib qolsa, bu уже голубой serebroga aylanyapti. Bu demak ko'k kumush rangli quyonga aylanib qoladi bizda. Davom etamiz. Keyingisida mana shu kombinatsiyaga уже yana ikkinchi P kumush geni qo'shilyapti. Bu уже светлый serebro bo'lyapti. BSS bo'lib qolyapti. Уже kumushligi ko'proq bo'lgani uchun уже anaqasi kumushligi yorug'lashyapti. Bu yerda qora kumush bo'lgan bo'lsa, bu yerda уже bu kombinatsiyada yorug'lashyapti. Уже yorug' kumushga aylanyapti quyon. Agar mana hamma kombinatsiya bo'lib turib, yana kichik A AT ga aylanayotgan bo'lsa va kumush rangi yana olovan anaqalari qo'shilayotgan bo'lsa, genlari, bu уже огненный серебристый quyonga aylanyapti. Ya'ni olovan kumush quyon rangiga ega bo'lyapti. Kelinglar ozgina poltavskiy serebro zoti to'g'risida ozgina ma'lumot beraylik. Chunki bizning O'zbekistonda bu zot keng tarqalgan. Bugungi kunda keng tarqalgandan
kumush zotlaridan biri bu темный серебро, ya'ni poltavskiy серебро va BSS большое светлое серебро zotlar mavjud. Poltavskiy серебро, ya'ni qora kumush zotli quyon, uzun 57 santimetrgacha, muskulli va muvozanatli tanasi bor. Juni qiyin ifloslanadi, rollbek turida. Oq astevoy sochlar bilan tekirovanniy ko'rinish hosil bo'ladi. Vaznning o'lchami o'rtacha 5 kilogramm. Serebristiyni P geni ta'minlaydi. Vaqt o'tishi bilan oq sochlar soni ortadi. Bosh, quloqlar va oyoqlarda ular kamroq bo'ladi. Bu rangga chuqurlik qo'shadi. Juda faol, harakatchan, katta tanaga yarasha ko'proq joy va parvarish talab qiladi, lekin odamga ko'nikishib qobiliyati yuqori. Sevgi va diqqat bilan u do'stona va itoatkor hayvonga aylanadi. Tug'ilganda kumush rang quyonlar, ya'ni qora kumush poltavskiy serebrolar tug'ilganda qora bo'ladi. Faqatgina 3 oydan keyin kumushlanish sekin paydo bo'ladi va 4-5 oyda ular to'liq kumush rang bo'lib qolishadi. Tarixi 1952-yilda Kaplevskiylar tomonidan Poltava viloyatida chiqarilgan. Fransuz shampan serebristiy va mahalliy quyonlar bilan chachtirib yaratilgan. Keyingi etaplarda tanlab yaxshi ekzemplarlar olib, ular bilan ishlashgan. Sardoba iqlim va oddiy ozuqalarga moslashtirilgan. Yangi boquvchilarga mos keladi. Bugungi qismimiz yakuniga yetdi. Keyingi qismimizda biz gollandcha dog'lik quyonlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni gollandskiy krolik zotli quyonlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Keyingi qismlarimizda ko'rishguncha va eshitgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.